Так, barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Starman Extraction'ga mikrofonda Xarid va 19 ta jamoa, ularning tarkibida 76 o'yinchi. Final plus SLARK turnament, ya'ni SNG LIGA final bosqichi. Hozir batafsil hammasi yoritib ko'rsatiladi. Omad deb qolamiz barchaga. Qayergacha ko'ramiz. Fire. 3-chi raqamli jamoa ayni paytda konteyner tarafga yo'l olmoqchi shekilli. Kim qayerga uchmoqda? Qisqali oladi albatta Qozog'istondan. Endi paytda Qaraqalpaqstondan ham jamoalar bor. Bosim ko'pchiligi O'zbekistondan. Mana go'zal manzara. Vay. Ini. Forever. Iya, jamoasi. 701 va HBBP jamoasi. Hozir ko'rsataman. Like, komment yozib qo'llab-quvvatlab o'tiramiz azizlar. Podpiska bosishni ham esdan chiqarmaymiz. Hop, kimlarga charki. Tushdi. Hammasi 701. Da, albatta bu yerda. Biroz qarshilik bo'ldi. Aynan bu yerda-chi kim? Falcon jamoasi. Romano GameX Legion jamoasida 3 ta kill. Kim minus bo'ldi? Eza. Bitta agressor jamoasi. Lobbiga jo'natilganga o'xshaydi-da, albatta lobbiga jo'natilgan. Endi Falcon jamoasi. Zorro, Kazono, Romano, Nezox. Vaalaykum assalom. Barchaga assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kazono, Romano, Zorro, Baha, Galu, GameX Legion. Ikkita jamoa ayni paytda 19-chi va 14-chi raqamli jamoa. Falcons va GameX Legion. Faqat jimjit, hech kim yo'q. Faqat Qazonoda ayni paytda kill. Jang bo'lishi no mercy. The Revolution.
Aynan black yo'q red jamoasi. Aynan bu yerda Qaraqalpaqstan sportdan bitta minus bo'lgan. Nezox. Aynan paytda Nezox jangni boshlab beryapti. Ikkita kill. Bittasi hozir qildi. Aynan killni GameX Legiondan tortib olishdi. Yana bo'ladimi? Yo'q. Aynen tomanda çöpkü. Ama nerse yapı bitti jamoasi. Dark jamoasi. 101. Dangerous Sport Black. Poka. Hop. SML. Winner. Steve. Pas. Oldu. Все. И тромбай. Полков. Тик, Саян, Надузе, Як. Саян, что ли? И... Мен. Тик, Як, Саян, Надузе. Да, aynan bularning Falcon, Qaraqalpaqstan, SLARK. Да, 3 ta jamoa Qozog'istondan. Bak işte. Dangerous Sport Black. Oo. Aynan 12 raqamli jamoaga qarshi yaqinlashmoqda. Demokrat. Slime mashinaga qarshi Dangerous Sport Black yaxshi joylashib olishgan. Hop, Nezox, Psi, Litromania. Ne, Strapon, VLZ. Что там мотоватор? Qaraqalpaqstan qo'llasangiz bo'ladi, smelo bir komanda tek bo'lgan. Wow. Dangerous Sport Black keldi. Psi. Hop. Strapon. Nezox. Anya. Slime mashina. Va, Dangerous Sport Black. Да, Стип и пока. Jang olib bormoqda aynan Fight, SML, BARADA, Stip. Hozir ikkinchi kamera qo'shilsin bizda. Ikkita jamoa bir-biriga qarshi duch kelgan payt, ikkita tomondan ham stream orqali ko'rsatib beramiz. Bu paytda ikkinchi kamera bizga qo'shilmoqda. Strapon va Nezox. Nok. Litromania. Va yordam bermoqchi unga. Psi. Slime mashina o'yinchisi. Da. Keldi. 2. Da, turuzda. Endi aptechka urildi. Qo'ldan oladimi? Strapon. VLZ. Slime mashina ayni paytda lobbiga jo'natildi. Dangerous Sport Black jamoasidan. Hop. Ayni paytda Dangerous Sport Blackda 6 ta kill jami, 15 ta jamoa ikkinchi. Hop. Mayli. Hozirgi bu yerda ham jang bo'layotganda. Va, qo'shildi bizning kamera. Fire.
Forever Young. Omadli yoshlar deganimi qanday ma'noni anglatadi? Forever Young. Umidli yoshlarmi qanday? Quvvatli sport Mersiga qarshi 15 ta jamoa hozirda 50 ta o'yinchi harakat qilishmoqda va ularni qaysi jamoa qayerda joylashganligini sizlarga ko'rsatib beramiz. Kattaroq bir ko'rsatamiz. Qanday bunday? Hop, Dark jamoasi. Hop, yanacha. SML. Как Мерси? Saya. Hayır, bakın. Falcon şakası. Falcon Plaza. Dokuzuncu rakam. Kanina param yetip gelişmekte. Hop. Qaraqalpaqstan Sport. Ya, tuzlu bo'ladi hozir. Nima bo'lib ketdi? Bu. Bunday o'qimiz kerak. Qaysi? o'n yettinchi va 3-chi raqamli jamoalar bir-biriga qarshi turib berish oladimi? Ko'ramiz. Forever Young va Blink Games. Aynan paytda Blink Gaming da bitta kill Forever Young hali kill qilmagan. Lekin yashamoqda afvol. Hali oldinda qaysi jamoa yetakchilik qiladi? Hammasi vaqt ko'rsatadi bizga. 15 ta jamoa 49 ta o'yinchi hozirda yashamoqda. Blink Games. Aynen ularni kuzatmoqda. Blink Games o'ynashlar. Pakito, Savage, Yaponchik, Broker sindiruvchi degansin. Voy, Everest, Qaraqalpaqstan. Chayqaram shekilli. Ana, Qaraqalpaqstan. Da, jang tugagan. No mercy. Yavaş gap. Boshini qilib shekilli. Blink Games. The Revolution da boshlandi jang. Bu yerdagi jang. Shuncha kutibga One Tap Z Revolution o'yinchisi HVP o'yinchilarini asosiy bilan ko'paytirmoqda va Shebrik qoldi xolos. Mana ko'rishingiz mumkin. PSK bagida o'z yo'lini izlab ketmoqda. Ko'notam. Hozirda jamoada jamoalar 14 ta jamoa qolishganda jami bular tarkibidagi 46 ta o'yinchilar hozirda natijalarni bilib olamiz. 5 ta jamoa lobbiga jo'natilgan. Arctic Foxes mi qanday bu? Always Force degan jamoa ekan bu. Va Dangerous Sport Black Strapon va Wells jamoasi One Tap
jamoadoshlari ikkitasi nok. Aynan one tap Wellsni nishonga olmoqda. Yak. Falcons mana M2. Kazona. Yaxshi. O'zi sport bilan to'qnashganda to'g'ri javob. 4 ta o'yinchi. Vayapsi va strapon hali ham yashamoqda. 6 ta kill. Birinchi o'yin uchun juda yaxshi. Zona endi qiziqali. Nazarani ko'rsatadi bizga. Falcons yaxshi. Sayan. Kimlarga moqtay? Smile jamoasi, Dark jamoasi ustiga kelib yaqinlashib oldi. Dangerous Sport bilan ham yaqin. Dark jamoasi nok bo'lyapti o'yinchilarni. Bu tomonda kam Degan. Da, lobiga jo'natildi. Smile jamoasida g'alaba. Yillar nechta yetdi oldi? Jekichanlar. Smile jamoasida 6 ta kill. Bular ham ko'p uchun harakat qilishadi. Forever kiyak. Zonaga yaqinlashmoqda. Marlboro, Dinamit, Sadira, For. Voy, Smile jamoasi. Yana jang. Bu qayerda? Nomersi. Da, Nomersi'dan ikkita jamoa bor ayni paytda. Blink Gamers, GameX Legion yaqinda, Dangerous Sport ham oldinga yashagan joyda hali ham nafas olmoqda. Aynan bu yerda Forever Young jamoasi. Qolganlari sekin bilan ko'rinish beradi bizga. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta jamoa. Da, qolgan 3 ta jamoa qotiramiz. Молодец, Канина Power. Yaxshi. Power. Falcons hali ham yashamoqda. Bersa. İşte. Kim? Yaxshi. Yaxshigina kill qilmoqda. Yo'q. 5 ta kill bor. Hozir. Yo'q. Falcons jamoasida harakat qilmoqda ayni paytda. Yo'q. Sayan. Nadozia. M2. Strapon. Dangerous Sport bilan o'yinchisi. Yaxshi. O'yin ko'rsatmoqda. Strapon. Oy, dinamit. Arzon olib qoldi. Merci.
Velze, dangerous sport black. Mercy. Mercy Blink Games. Hozirgina yarim finalga kelganlar. Сразу o'yinga kirib ketgan jamoa. Forever Young. Dangerous sport black. Forever Young, dangerous sport black. No mercy. Blink Games. Falco. Założę myszkę. Тик. Forever Young qayni qo'ydi. Son ichkarisiga kirib kelmoqda. Siz-sekillik bilan. Так, to'g'ri 5 ta jamoa. Mercy. Dangerous sport black. Forever Young. Bakma. Mard bora eng oxirgi o'yinchi aynan jamoasiga yordam berish uchun hal qilib bera oladi. Mard bora. Balko full harakat qilmoqda. Strike Young ayni paytda Mercy jamoasiga juda yaqinlashib olishdi va Dangerous Sport Black ikkita o'yinchi Stravon va Velze. Qo'yin holigacha yashashmoqda. Granta o'zlarini emas, mashinasini uchirib o'tishdi. Bu ham Mercy o'yinchilari. Qilmoqda. Zapachok. Mercy o'yinchisi. Tak. Ilon taktikasi. Вот у вас это спорт black. Страфом Велзе. Yaxshi, zapashik bitta o'zi. Mercy uchun. Yaxshi. Falcon jamoasidan g'alaba. Ayni paytda birinchi o'yin Falcon jamoasidan. Yaxshigina o'yin ko'rdik. Sayan, Young, Noduzi, Tik. Young. Nechta kill? 14 ta kill jami. Flopper va 14 ta kill. 24 ta bitirishgan.